Assalomu alaykum aziz karom azizlarim. Mana misrlarimiz kraska bo'lyapti. Xudo xolasa zakaz olgandik. Tayyorlayapmiz. Sizlar zakaz berishlaringiz mumkin. Mana ko'rtugunlarni to'rtta pog'onali sepilyapti. O'zimizda O'zbekiston tumanidan ülkemiz telefon qilib zakaz berishda kelib ko'rib sifatiga baho berishlari mumkin. O'sha 1.7 senka hamma yo'g'i bo'lyapti. 25 turbalari ham, pog'onasi, oyoqlari hammasi toza 1.7 dan berilyapti. Inshaalloh zakaz bersalaring tayyorlab beramiz. Hozir shu Kazan degan kraskamiz bor, Rossiyaniki. Shundan sepib berilyapti. Xohlasa sizlar bilan aloqadamiz. Bemalol zakaz bersalaring 90lik 533 56 53 90lik 533 56 53. Hozir mana tayyorlangan qismi, tayyor bo'lgan holati ko'rishlaring mumkin. Manaqa ilmaklar ham qo'yib beryapmiz. Qo'shimcha shunaqa ilmaklar qo'yib berilyapti. Xohlasa zakaz bersalaring tayyorlab beramiz. Podollar ham profildan 700 kg 800 kg ko'taradi. Keyin arzonroq desalarimiz bor. Ularni hozir ko'rsatishga sizga harakat qilaman. 450 mingdan ham beryapmiz. 470 mingligi bor. Buni ham arzonlatib beramiz. Ko'proq olganlarga. Mana bu lesamizni 470 mingdan beryapmiz. Endi bor, bundan ham bir 30 ta 20 ta qilib berishimiz mumkin. Arzonroq varianti. Stenkalari 1.8 1.5 stenka 470 ming. Endi mana bu yerda yana lesalarimiz bor. Bular 450 mingdan berib olyapmiz. Oxirgi narxi mana patronlari mana chiqib ko'ryapsiz. Mana bemalol ko'taradi. 500 kg 600 kg oladi patroni. Mana holati shu narsa 450 mingga chiqyapti. Oxirgi narxi bu. Shu holatda telefon qilishlari mumkin. Zakaz bersalaring sizlardan ham 30 tacha qilib bera olamiz. Sizlar bilan Sherzodbek. Manzilimiz Qo'qon Yaypanda joylashgan. 20 tarafda bazan oldida mana 20 tarafda xo'jalik deb yozib qo'yilgan. Mana shu adresimiz Yaypanda, Qo'qon Yaypanda. 90lik 533 56 53 telefon qilishlaring mumkin. Xohlasa sizlar bilan yana bir bor aloqada bo'lamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Borlaringga shukr.